Ey qizcha, ota-onang qani? Uyda. Qo'rqma, qo'lingdagilar og'ir ekan. Yur, uyingga olib borib qo'yaman. Og'ir emas amaki. Yur oqa, yo'ldan muzqaymoq olib beraman. Rahmat. Şu yaşama hevesinin insanların cümlesi. Adam begonalar mashinasiga o'tirmagin deganlar. Barakalla, aden to'g'ri aytibdilar. Ma, bu aqlli qiz bo'lganing uchun. Rahmat amaki. Faqat shokoladni yo'lda yeb olgin, a? Xo'p bo'ladi. Qizim, senga do'konni oldida qimirlamasdan kutib turgin dedim-ku. Begonalar bilan gaplashmasdan keldim. Qo'lingdagi nima? Yaxshi amaki berdilar. Juda ham yaxshi amaki keldi. Begonalar bilan gaplashma. Ularni qo'lidan hech narsa olmagin degandim-u, qizim. Lekin u amaki yaxshi odam edilar. Yaxshi ko'rinish yovuzlarning niqobi bo'lishi mumkin. Agar mana shu shirinlikni yeganingda hozir o'lishing mumkin edi, qizim. Unutma bolam. Bu yolg'on dunyoda hammagam rost gapiravermaydi. Sen esa menga keraksan.